Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh va Rossiya tunnel orqali bog'lanishi mumkin. Rossiya va AQShni Chukotka va Alyaskani Bering bo'g'ozi orqali bog'lanadigan tunnel qurish loyihasini muhokama qilish boshlandi. Bu haqida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xorijiy davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha maxsus vakili va Rossiya to'g'ridan-to'g'ri jamg'armasi rahbari Kirill Dmitriyev ijtimoiy tarmoq sahifasida ma'lum qildi. Rossiya va AQSh o'rtasidagi tunnel bo'yicha muhokamalar boshlandi. Dmitryevning so'zlariga ko'ra, loyiha ikki davlat o'rtasidagi birlik ramzi bo'lishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp esa bu g'oyani qiziqarli deb atab, bu haqida o'ylab ko'rmoqchi ekanini aytdi. Men yaqinda Rossiyadan Alyaskagacha tunnel g'oyasi haqida eshitdim. Bungacha bunday narsa haqida bilmaganman. Biz yaqinda Alyaskada ajoyib yo'l qurdik. U bizga ko'plab foydali qazilmalar manbalariga borish imkonini beradi, deydi Tramp. Dmitriyev Ilon Maskning Bering bo'g'ozi ostidan Putin-Tramp deb nomlanishi rejalashtirilgan tunnel qurilishida ishtirok etishni taklif qilgan. Shuningdek, u Borni kompaniya asoschisiga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilib, Rossiya va AQSh kuchlarini birlashtirishga chaqirdi. Qo'shma Shtatlar va Rossiyani, Amerikani, Afrosiyobni bog'lovchi tunnelni tasavvur qiling. Putin-Tramp tunneli 70 mil uzunlikdagi halqa birlik ramzi. Keling, kelajakni birgalikda qura olamiz. Insoniyat tarixida birinchi marta qit'alarni bog'lash vaqti keldi, deb yozgan u.